Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kindikka ukol qilishni o'rganamiz. Uning uchun bizga shpris, spirt, kerakli ukol va paxta kerak bo'ladi. Dastavval ukolni tayyorlab olamiz. Ukol qilishdan avval qo'llarimiz tozalangan bo'lishi lozim. Retseptda qancha miqdorda yozilgan bo'lsa, o'shancha miqdorda doridan olib olamiz. Doriga e'tibor qaratamiz, hech qanday havo qolmasligi kerak. So'ng bizga 2 ta yoki 3 ta spirtlangan paxta kerak bo'ladi. Paxtalarimizni spirtlab olamiz. Paxtalarimiz tayyor. Endi bemorga ukolni qilamiz. Sizlarga qayerdan qilishni tushuntiraman. Asosan kindikning ikki tomonidan ukol qilinadi. O'ng va chap taraflardan hech qachon tepa va pastki qismdan ukol qilinmaydi. O'ng va chap qismdan ham 2 ta barmoq qo'yib, undan so'ng ukol qilamiz. Chunki kindikka juda yaqin bo'lsa ham, juda uzoq bo'lsa ham turli xil zararlar keltirib chiqarishi mumkin. Faqatgina o'sha ko'rsatgan shaklimda qilinadi. Endi o'sha 2 barmoq qo'yilgandan so'nggi qismni yaxshilab bitta paxtada artib olamiz. Keyingisida ham tozalab yaxshilab artib olamiz. So'ng o'sha qismni qo'limiz bilan yaxshilab qisamiz. Shprisni birlik shpris bo'lgani uchun 90 gradusda suqamiz. Qo'yib yuboramiz, ushlaymiz va asta-sekinlik bilan yuboramiz. Yubordik. Endi paxtani qo'yib olamiz. Ukolni qilib bo'lgach, uni qattiq bosmaymiz yoki massaj qilmaymiz.